Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon mebel markaziga tashrif buyurganman. Hurmatli obunachilar, bu videomizda shunaqa oshxona mebellarni to'liq ma'lumotlari, narx-navolar, materiallari, dastlabki xizmatlari ham albatta aytamiz. Bularni ko'rishingiz mumkin. Mana chiroyli, juda ham chiroyli fasonda bo'lgan oshxona mebeli. Hozir eng arzon oshxona mebelimizdan boshlab barchasini bularning ham narx-navosini aytamiz. Eng arzoni bu yoqda, mana kelinglar. Usta akamizdan hozir shu mebellar haqida to'liq ma'lumotni olamiz. Usta aka, assalomu alaykum aka. Charchamaysiz? Allohga shukr, charchamayapsizlarmi? Tinchmisiz? To'g'ri. Xo'p, usta aka to'liq ma'lumot bersiz mebel haqida. Aka, bularimizni razmeri 2 metr. Akril variantda 2 metrga 2 metr. Doskalarning usti Toshkent stalishisi bularimizniki. Chekalari rezina plastmassa. Fasad qismi. Chuqurligilarga keladigan bo'lsa 25 ga 38 bo'ladi aka. Chunki arzon bo'lganligining sababi materiali ham rasxoti kamroq bo'lsa arzonroq chiqarganmiz aka. Bu orqa tarafingizda yana 1,5 metrlik variantimiz bor. Bu ham akril variantda, orqalari kafel, doskalarning usti qalin. Bitta ko'rsatib qo'yasiz. 4 cm. Ha, 4 cm istalishsa, bularni 1,8 million so'mdan chiqaryapmiz aka. 1,8 million so'm. Kafelli variant, doskalarning usti qalin bo'lganligi hisobiga. Endi bundan ham yana ham arzonlantirsa bo'ladi, doskalarning usti kichikroq bo'ladi. Kafel varianti bo'ladi, orqasi oddiy dala bo'ladi. Hali panerkani singari bo'ladi. Ularni 1,5 million so'mdan chiqaryapmiz aka. Buni endi xizmati juda yaxshiroq ko'rib turibsiz. Ichki qismlarni ham, chuqurliklarini ham bitta ko'rishingiz mumkin. Ichi ham ancha chuqur bo'lar ekan-a? Ha, ichlari ham chuqur. Xo'p, sizda mana qancha kattaroq oshxona mebel, misol 2 metrli oshxona mebel bo'lsa, yoniga shu mebelni olib qo'ysangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim ham xuddi shunaqa qilganman. Birinchi mana 2 metrdan oshiqroq mebel olib turib, yoniga shunaqa mebel qo'shib qo'yganman. Yana bitta narsa, buni aka-ukalarimiz ko'rib turgan bo'lsa, shu oshxona mebeldan bitta singizgami yo opangizgami olib bersangiz, juda ham katta xursand bo'ladi, to'g'risi. Sababi bilasizlar, ayollarimiz oshxonasini juda ham yaxshi ko'radi. Mana shunaqa yangi narsa borib qolsa, rosa ham xursand bo'ladi. Yangi yilga mana turli xil narsalarni sovg'a qilgandan ko'ra, mana shundan bitta olib sovg'a qilib beringlar. Necha pul dedingiz usta aka? 1,8 million so'm. 1,8 million so'm. Optimdan. Sovg'a qilaman desa, necha pul qilib berasiz? 17 bersin men. 1,7 million. Sizni gapingizga. Jako'tam talashingiz. Xo'p, endi bu tomonda buni ko'rsatamiz. Bularimizni ko'rsataylik. Razmerlari 275, balandligi 225. Doskalarimiz Bu gaplarim ba'zi bir odamlarga juda ham yomon ta'sir qilishi mumkin, yomon kommentariyalar yozishi mumkin. Bunga ishonchim komil. Bizi kanalda 90% dan oshiq odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Videolarimizga like bosishmayapti ekan. Nimaga like bosib obuna bo'lmayapsizlar? Nima? Sababi men yonimda bitta kalta yubkali qizni olib yurmaganimmi? Faxish narsalarni olib yurmaganimmi? Sababi chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlarini, dastlabki hamma narsasini, ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha beryapmiz u. Nega obuna bo'lmaysizlar? Shunchalar qiyinmi? Siz cho'ntagingizdan 1-2 so'm olmaydi-ku obuna bo'lib like bossangiz, kommentariya yozsangiz. Doskalarning ustiga keladigan bo'lsa 3,8 rossiyskiy bo'ladi. Rossiyskiy bo'ladi, qalinligi ancha qalin. Ko'k serosi bor ichida, suvga chizamli aka. Materiallari akril. Yana 100% apparatda bosilgan bular, hamma yo'q. Ichida mo'ykasi, sushilkasi bo'ladi обязательно. Mo'ykasi, mana bu sushilkasi bor. Sushilkasi bo'ladi, mo'ykasi bo'ladi, 4 burchak qo'yib beriladi aka. Orqalari kafe. Orqalari kafe. Ahli etadigan ustalarga, misol ko'rsatib, bizga ishonmasa, mabodo bemalol tekshirtirib ola oladi. Toshkent narsa emas, doskalarning usti. Toza rossiyskiy narsa, Keder firmaniki, xudo xolasa. Xo'p, zo'r. Necha pul buni narxi aka? Aka 5 million so'mdan Andijon shaharning ichiga dastavkasini qilib beramiz. Qolgan joylarga kelishtirib beramiz aka. Bu lampalar ishlaydi? Tokka ulab qo'ysa bo'ldi. Ichida simi chiqqan, xudo xolasa yona oladi bemalol. Zo'r. Yaxshi. Bu yerda mana rasvetkalari bor aka. Har xil maloshnik karishniy. Menga qarating. Xo'p. Rasvetkalari bor mana, maloshnik karishniy, har xil oqqa seri. Bularning rangida farqi yo'q. Bemalol rangini aytaveradi, tayyorlab ham berilaveradi. Bu qaranglar, sizlar uchun sinayman qaranglar. Ko'tarsa meni ko'tarsin, 80 kilomi. Mana. Ayog'im bemalol ko'taradi, xudo xolasa. Vakuumlari ham zo'r ishlaydi.
Endi bu yerda aka 3 metrlik variantimiz ham bor. Ko'p joylar 3 metr so'raganlarga ham bor. Mana shu qiziq tuyulyapti usta aka. Boshqasiga o'tmayapti. Mana shuni obunachilarga aytaylik. Videoni boshida ham mana shu yerda gapirdim, aytay. Kutib qolishmasin. Xo'p, rasmini ayting aka. 275 aka. 275. To'liq 280 ga tushadi. Balandligi 225. Balandligi 225. Sizni nomingizdan telefon qilsa 100 ming so'mdan skidka ham qilib bera olaman. Hammasiga? Hammasiga. 100 Sizni kanalingizdan kelib, mana shu kanaldan oldim desa 100 ming so'mdan skidka. Mebel Market Uz bizi kanalning nomi. O'sha Mebel Market Uzdan telefon qilyapmiz deysizlar yoki bo'lmasa kelib mana shu yerda ko'rsanglar. Xohlasanglar Sharxon bozorining yo'nalishida Mebel markazi ochilgan, yangi kelib o'z ko'zingizlar bilan ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Realniy narx, kesinglar u hali oshirib olmaymiz narxini. Ko'r, mana kanaldan ko'rdik deysa bo'ldi. Shunday olib ketaveradi. Zo'r aka, bo'pti. Xo'p. Buni ichiga bonuslari narxini aytdingmi aka buni? 5 million so'm aka. 5 million so'm. 5 million so'mdan. Buni ichiga komplet 5 million so'mning ichiga mayda sushilkalari, bunaqa mo'yka granti ichida. ichida komplet bo'ladi. Komplet hol. Yo, menga mo'yka granti kerak emas deydigan bo'lsa, shuni 300 ming so'm pulidan minus qilib beramiz. 300 ming so'm. 300 ming so'm mana shu komplet shunaqa turadi ekan. Zo'r aka. Yana ham arzonlaydi mebeli. Zo'r. Bu o'ng chapi bor ekan, o'ng chapi bor. O'ng chapga bo'lsa, buni Vibri bor. Ha. o'ngami xullas shunaqa. Shunaqa. Xo'p, yaxshi, bu ham bir xil ekan. Bir xil. Bizda ko'proq konvertning aka. Endi bir kestirganda 10 ta kestirgan uchun bizga arzonroq bitadi bular. Chunki agar metrga hisoblaydigan bo'lsak, xuddi shularni 2 million 300 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Mana shunaqa qalin stalishni akri qilib, chiroyli holatda 1 metrini Bu stalishni sal yuqoriroq bo'lsa necha pul bo'ladi? Mana shu 275. Yuqoriroq bo'lsa 4 millionga tayyor bo'laveradi. 4 millionga tayyor bo'ladi. Chunki bu narsani misol 900 ming so'm 1 million olayotgan bo'lsa, ularimiz 300 ming so'm 350 ming so'm olamiz o'z doskasining ustida. Yaxshi, men e'tibor berasizlar, stalish litsasiga mana shu narsa juda ham katta ahamiyatga ega, qadrli obunachilar. Endi Toshkentniki ham yaxshi xizmat qilyapti deyapsizlar, ha? Toshkentniki ham qilyapti, endi baribir Rossiyaga yetmaydi aka. Rossiyaga yetmaydi. Rossiyaga yetmaydi. Bo'ldi. Bu ham bir xil fason ekan. Xo'p, yana qaysini ko'rsatamiz? Endi mana ularni ko'rsatishimiz mumkin. Veterinada razmerlarimiz laminat variant aka. Bularimizni balandligi 260 bo'ladi. Uzunligini qizig'i yo'q. Qilib bera olamiz. Xohlasa 4 metr, xohlasa 5 metr. Zakazga. Zakazga qilib beriladi. 2 million 600 ming so'mdan metrini hisoblaydi. Rossiyskiy laminat, rossiyskiy stalishniy orqalari kafel. 1 metrni 2 million 600 ming so'mdan antresol variant aka bu. Haytagi 3 etajli variant. Ko'rib turibsiz, kichkina narsa emas. Tepa qismlariga ham ancha-muncha narsalar, narsalar sig'ib ketaveradi. Xo'p, Bundan bonuslari asha mo'yka, svistita, sushulka обязательный bor. bor. Xo'p, yaxshi. Ichki holatini ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Yana-chi endi mayada bitta qolib ketdi. Bitta 3 metrligimiz bor, 240 razmerimiz bor aka. Mana-chi. Bularimiz 240 razmeri. 240. Xuddi shu turishi mo'yka, svistita, sushulka bilan 3 million 800 ming so'mdan qilib beramiz aka. 240 razmer, balandligi 225. Xo'p, buni ham materiallari akril, orqasida kafellari bor. Zavod stalishnicisi Toshkent. Toshkentniki. Yaxshi, menga duxovkalar, duxovka, gaz ichga tushadi bemalol. Zo'r. Telefon nomeringizni aytib qo'ying usta aka. Telefon nomerimiz 94 119 75 15 aka. Shu raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Yana bormi? Mana ularni Mana ularimiz bor aka, 3 metrliklar mana. Manami? Xo'p, bu 3 metr ekan. Nech pul buni narxi? Bu ham akril? Bu ham akril, doskalarning usti qalin. Zavodskoy stalishnice 4 santimetrlik. Shu turishini 6 million so'm mo'yka grant sushilka kompleksiga beramiz. Zo'r. 6 million so'm. 3 metrlik akril variant, laminat emas. Gaz ballonlar qo'ysa bo'ladi bemalol. Yaxshi. Yana nima deymiz, qadrli obunachilar? Mana sizlar uchun kerakli, foydali videolar qilyapmiz. Videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib turinglar. Shunaqa foydali narsalar chiqarib turamiz. Qayerda mana qishki kunda ko'pchilik bekorchi. Hech bo'lmasa ketkizgan vaqtingizni shu oshxona mebellarida narx-navosini bilib oldingiz. Ham bo'lsa sizga aytaman, ketkizgan vaqtingizga videomizni oxirigacha ko'rganingizga kattakon rahmat deb qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.